General Maximus. Film bizni milodiy 180-yilga Germaniyadagi sovuq va qorong'u o'rmonlarga olib boradi. Bu yerda Rim legionlari varvarlar qabilasiga qarshi so'nggi va hal qiluvchi jangga tayyorlanmoqda. Biz bosh qahramonimiz General Maximus Decimus Meridius bilan tanishamiz. U shunchaki qo'mondon emas, u askarlari bilan bir safda turib jang qiladigan, jang maydonida haqiqiy dahshatga aylanadigan yetakchi. Jang sahnasi shunchalik real va shafqatsiz tasvirlanganki, Ridley Scott bizga urushning bor dahshatini ko'rsatib beradi. Maximusning dahshatli taktikasi va jasorati evaziga Rim g'alaba qozonadi. Urush tugadi. Endi Maximusning yagona orzusi Ispaniyadagi uyiga, sevimli rafiqasi va o'g'lining bag'riga qaytish. Ammo bu yerga keksa va kasal imperator Mark Avreliy yetib keladi. U Maximusni o'g'lidek yaxshi ko'radi va unga o'zining eng katta sirini ochadi. Imperator o'zining shafqatsiz va xudbin o'g'li Kamotga taxtni topshirmoqchi emas. Mark Avreliy Rimni yana respublikaga aylantirishni, hokimiyatni xalqqa qaytarishni xohlaydi va bu ishni faqat adolatli Maximusga ishonib topshira olishini aytadi. Kamot o'z otasining bu rejasidan xabar topganda, uning ichidagi hasad va nafrat ko'zini ko'r qiladi. U o'z otasini, Rim imperatorini bag'riga bosib, bo'g'ib o'ldiradi va darhol o'zini yangi imperator deb e'lon qiladi. Kamot Maximusdan unga sodiqlik qasamyodini qilishni talab qiladi. Ammo Maximus haqiqatni tushunib yetadi. Imperator o'z ajali bilan o'lmagan. Maximus yangi qonxo'r imperatorga bo'ysunishdan bosh tortadi. Bu esa uning o'lim hukmi edi. Kamot Pretorianlarga, imperator gvardiyasiga Maximusni o'rmonga olib borib qatl etishni va Ispaniyaga borib uning oilasini yo'q qilishni buyuradi. Ammo Maximus shunchaki general emas. Qatl sahnasida u o'zining professional jangovar mahoratini ko'rsatib, soqchilarni birin-ketin yer tishlatadi. Garchi o'zi ham og'ir yaralangan bo'lsa-da, otga minib uyiga oshiqadi. U tuni kun ot choptiradi, jarohati azob beradi. Ammo u ulgurishi kerak. Afsuski, u kechikadi. Maximus o'z uyiga yetib kelganda faqat kultepa va dorga osilgan, kuydirilgan rafiqasi hamda o'g'lining jonsiz tana go'shtlarini ko'radi. Bu sahna har qanday tomoshabinning yuragini tilka-pora qiladi. Maximus tiz cho'kib, oilasining oyoqlarini o'pib, hushidan ketadi. Hushidan ketgan yarador Maximusni qul savdogarlari topib borishadi. Uni Shimoliy Afrikaga, Rim provinsiyasiga olib ketishadi. Uni o'tmishda o'zi ham gladiator bo'lgan. Hozirda esa gladiatorlar maktabi rahbari bo'lgan Proximo sotib oladi. Maximus endi general emas. Unda ism ham, unvon ham yo'q. Uni shunchaki ispaniyalik deb chaqira boshlashadi. Dastlab Maximus yashashni ham, jang qilishni ham xohlamaydi. Ammo hayot instinkti va eng muhimi, ichidagi qasos olovi uni turishga majbur qiladi. Jang maydoniga tushganda Maximus o'zining harbiy tajribasidan foydalanib, raqiblarni soniyalarda parchalab tashlaydi. U boshqa qullar, ayniqsa numidiyalik jangchi Juba bilan do'stlashadi. Maximus arenada shunchaki o'ldirmaydi. U buni shunday tomoshabob qiladiki, xalq unga maftun bo'ladi. Proximo Maximusga bir sirni ochadi. Agar u Rimning eng buyuk arenasi Kolizeyga borib, imperatorning ko'zi oldida xalqning muhabbatini qozonsa, u o'z ozodligini qo'lga kiritishi mumkin. Maximusning maqsadi endi aniq. U Rimga borishi va Kamotning ko'zlariga tik qarashi kerak. Bu vaqtda Rimda Kamot xalqning e'tiborini siyosiy muammolardan chalg'itish uchun 150 kunlik tep-tekin o'yinlar va gladiator janglarini tashkil qiladi. Proximo va uning gladiatorlar jamoasi Rimga yetib kelishadi. Kolizeydagi birinchi yirik jang. Tashkilotchilar qadimgi Karfagen jangini qayta tiklashadi. Maximus va uning odamlari kamonchilar va jangovar aravalarga qarshi piyoda jang qilishlari kerak edi. Ssenariy bo'yicha ular o'lishi kerak edi. Ammo Maximus vaziyatni o'z qo'liga oladi. U qullarni birlashtirib, taktik mudofaa tashkil qiladi va kutilmaganda barcha aravalarni yo'q qilib g'alaba qozonadi. Kolizey hayajonda. Imperator Kamot bu ajoyib jangchini ko'rish uchun arenaga tushadi. U ispaniyalikdan dubulg'asini yechishni va ismini aytishini talab qiladi va mana shu yerda kino tarixidagi eng afsonaviy sahna yuz beradi. Mening ismim Maximus Decimus Meridius. Shimoliy armiyalar qo'mondoni, Felix legionlari generali, haqiqiy imperator Mark Avreliyning sodiq xizmatchisi, o'ldirilgan o'g'ilning otasi, o'ldirilgan ayolning turmush o'rtog'i va men bu hayotda yoki keyingisida baribir qasos olaman. Kamot dahshatdan qotib qoladi. U o'zining eng katta dushmani tirik ekanini va Rim markazida turganini ko'radi. U Maximusni o'sha yerning o'zida o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo butun Kolizey yashasin Maximus deb baqirmoqda edi.
Xalq sevimli jangchisining o'limini kechirmasdi. Komod chekinishga majbur bo'ladi. Komod Maksimusni o'ldirishning boshqa yo'lini qidiradi. U Rimning eng yengilmas, nafaqaga chiqqan gladiatorini Maksimusga qarshi jangga tushiradi. Bunga qo'shimcha ravishda arenaga zanjirlangan och yo'lbarslarni ham qo'yib yuborishadi. Soqchilar yo'lbarslarni faqat Maksimusga tashlanadigan qilib boshqarib turishadi. Ammo g'aroyib jangda Maksimus baribir g'alaba qozonadi. Komod unga raqibini o'ldirishni buyuradi, bosh barmog'ini pastga qaratib. Ammo Maksimus imperatorga bo'ysunmaydi va raqibining hayotini saqlab qoladi. Kolizey aqldan ozadi. Xalq Maksimusni shafqatli Maksimus deb atay boshlaydi. U endi imperatordan ham mashhurroq va qudratliroq edi. Bu orada Komodning opasi Lucilla, o'tmishda Maksimusni sevgan ayol, va senator Grax Maksimus bilan yashirincha bog'lanishadi. Ular Maksimusni Rim yaqinida turgan o'zining sodiq legionlari bilan birlashtirib, Komodni taxtdan ag'darish rejasini tuzishadi. Proximo ham Maksimusga yordam berishga rozi bo'ladi. Afsuski, Komod juda ayyor edi. U o'z opasi Lucillani o'g'lining hayoti bilan qo'rqitib, sirni bilib oladi. Qochish rejasi barbod bo'ladi. Pretorianlar gladiatorlar maktabiga hujum qilishadi. Proximo Maksimusga qochish uchun imkoniyat yaratib bera turib, qahramonlarcha halok bo'ladi. Maksimus shahar tashqarisiga chiqadi, ammo u yerda uni pistirma kutib turgan edi. U yana asirga olinadi. Endi Komod Maksimusni xalq ko'zi o'ngida arenada butkul yo'q qilmoqchi. Ammo u xalq g'azabidan qo'rqadi. Shuning uchun adolatli jang qilmoqchi bo'ladi. Jangdan oldin pretorianlar Maksimusni zanjirlab turgan joyda Komod uning yoniga keladi va kutilmaganda Maksimusning biqiniga zaharli pichoq sanchadi. U Maksimusni og'ir yaralab, jarohatni yashirib qo'yadi. Komod Maksimusni arenaga jangga chaqiradi. Kolizey sukunatda. Ikki dushman yuzma-yuz. Maksimus og'ir yaralangan, ko'zlari xiralashmoqda. U o'z oilasini, Ispaniyadagi bug'doyzorlarni ko'ra boshlaydi, ammo u oxirgi kuchini to'playdi. Jang boshlanadi. Komod yaxshi jangchi, ayniqsa Maksimus yarador bo'lgani uchun ustunlikka ega, ammo Maksimusning ichidagi qasos ruhi uni yiqilishga yo'l qo'ymaydi. U Komodning zarbalarini qaytaradi va uni qurolsizlantiradi. Komod askarlardan pichoq so'raydi, ammo pretorianlar qo'mondoni Maksimusga bo'lgan hurmati tufayli askarlarga qimirlamaslikni buyuradi. Komod yashirincha o'sha zaharli pichoqni chiqaradi, ammo Maksimus oxirgi dahshatli zarba bilan pichoqni Komodning o'z bo'g'ziga sanchadi. Komod arenaning kumiga qulab o'ladi. Rim zolimdan qutuldi. Komod o'ldi, ammo Maksimusning ham vaqti tugayotgan edi. U kum ustiga yiqiladi. O'lim to'shagida u Mark Avreliyning vasiyatini eslaydi. Rimni respublika qilish, senator Graxni ozod etish va askarlarni afv etishni buyuradi. Lucilla uning yoniga yugurib keladi va shunday deydi: "Siz uyingizga qaytishingiz mumkin, general." Maksimus ko'zlarini yumadi. U endi ozod. U jannat simvolikasi bo'lgan bug'doyzorlar ichida yurib, o'g'li va turmush o'rtog'ini bag'riga bosadi. U nihoyat o'z oilasiga qovushdi. Lucillaning buyrug'i bilan Maksimusning jasadi askarlar va senatorlar tomonidan yelkada buyuk qahramon sifatida arenadan olib chiqib ketiladi. Komodning tanasi esa kumda yolg'iz tashlab qo'yiladi. Film Juba, Maksimusning do'sti ssenariysi bilan tugaydi. U Kolizey qumlari ostiga Maksimusning oilasining haykalchalarini ko'mar ekan, osmonga qarab shunday deydi: "Biz hali ko'rishamiz, ammo hozir emas. Hozir emas." Mana do'stlar, Gladiator filmining to'liq va hayajonli hikoyasi shundan iborat edi. Bu shunchaki urush haqidagi film emas. Bu sevgi, sadoqat, xiyonat va inson irodasining yengilmasligi haqidagi buyuk doston. Sizningcha Maksimus to'g'ri yo'lni tanladimi? Agar u Komodga bo'ysunganda, hayoti qanday kechardi? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi buyuk filmlar sharhida ko'rishguncha omon bo'ling.